Ko'z nuriga shifo bo'lmish giyoh ayting deganlar qani siz? Diqqatli bo'ling, bu lavhamiz aynan siz uchun. Nafaqa yoshiga yetib, ko'zoynaksiz kitob o'qishni niyat qilganlar bormi? Siz ham videoni oxirigacha ko'ring. Bu gulni xonadoningizga bir marta bo'lsa ham ekib ko'rganingiz aniq. Undan choy tayyorlanishini bilarmidingiz? Yana siz uchun foydalarini ham aytaman. Ha, aytgancha, nomini so'ramabman-ku. Siz tomonda uni qanday atashadi? Albatta yozib qoldiring. Bizda bu gulni kimlardir shafran desa, yana kimdir chinnigul, undan boshqa nomlari ham bor. Ruslarda barxatsi yoki barxatka. Farmatsevtik nomi Tagetes recta, vatani Meksika. Dunyoning ko'pgina davlatlarida bu gulga nisbatan o'liklarni tiriltiruvchi degan ibora qo'llaniladi. Chunki shifobaxsh xususiyatni sanab adog'iga yeta olmaysiz. Meksika, Eron, Ispaniya, Ukraina, Amerika, Rossiya davlatlarida juda qadrlanadi. Farmakologiya malikasi sanaladi. Bilasiz, efir moyi eng qimmat moylar sirasiga kiradi. Bu gulning tarkibi 10% efir moylaridan, flavonoid va turli vitaminlardan, foydali moddalardan iborat. U asab tizimini tinchlantirib, ko'z nurini ravshan qiladi. Diabet, artrit, revmatizm, infarkt, insultni oldini oladi. Qondagi tiqilmalarni eritadi. Yaralarni bitirib, gijjalarni haydaydi va immun tizimini mustahkamlaydi. Barxatkadan qanday foydalanishni bilish istasangiz, lavhaning ikkinchi qismini albatta tomosha qiling. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zingizga saqlab, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.